Menga ishonmaysizmi aka? 100%. Uddalaysiz. Lekin mabodo o'zolmay qolsanchi? Bu harakatsizda peshonada bor. Bo'ldi. Qani zarurdan o'tadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsiz, yaxshi kelib olasiz ertalabda. Jami 3 kun tayyorgarlik ko'rdik biz. Mana bugun 3-chi rezultatni ko'ramiz, xudo olasa. 1 kun, 2 kun qildik va bugun mana 3-kun ertalabdan keldik. Hozir yo'lga otlanmoqmiz. 3-chisini ham tugatdik trenirovkamizni. Emotsiyalarni o'zingiz kuzatasiz. Nima bo'lsa ham bo'ladi, to'g'rimi? Hammasini e'lon qilamiz. Hammasini. Da. Hozir biz dokumentsiz qolib ketdik. Imtihon markaziga kirdik, lekin kelganimizdan keyin bitta voqea hodisiga duch keldik. Bu ham bo'lsa, dokumentimiz bitta boshqa mashinada qolib ketib qolibdi. Aka. Shunday dokument yo'qda. Ochib olgan dokument bor. Ochib o'tib ketdi. Endi hozir kutyapmiz, mashinamizga kelyapti. Kimga sharofati bilan endi? Aziz sharofati. Ko'peradan ko'peradan. Mayli, mashinamizga kelyapmiz. Mana shunaqa sarguzashtlar bilan davom ettiryapmiz bugungi kunimizni. Hammasi yaxshi bo'ladi deb umiddaman. Bizani dokumentlar keldi. Biz o'chirib olishga muvaffaq bo'ldik. 88-liga o'chirib berildi bizga. Endi kutamiz. Hozir mana endi 30-si ham hali kirmagan ekanmiz. Kechgacha qolsa kerak.